vatandan kelgan uchurlar. Xitoydagi oliy maktablarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar qattiq kontrol qilinadi. 2021-yili 6-oyning 8-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoydagi oliy maktablarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni texmo yaxshi kontrol qilish uchun har qaysi maktablarda maxsus kadrlarni ajratgan bo'lib, bu kadrlar asosan Sharqiy Turkistondan avatilgan Uyg'urlar ekan. Bular Uyg'ur o'quvchilarni siyosiy o'rganishga tashkillaydi ekan yoki ularning ish faoliyatini nazorat qiladi ekan. Xitoy o'lkalarida yashayotgan Uyg'urlar o'xshashla mustamlika siyosatining besimi ostida. 2021-yili 6-oyning 8-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy o'lkalarida yashayotgan Uyg'urlar ma'lum bir joyda to'plashib o'ltiraqlasholmaydi ekan. Har bir rayon yoki mahallada qancha Uyg'ur tura oladiganligiga aniq cheklimi bor ekan. Xitoy o'lkalarida yashayotgan Uyg'urlar asosliqi oshxona ichish yoki yemak-ichmak sohasida biror ish qila oladigan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning o'z oldiga oshxona, kabobxona ichishi taslishib ketgan. Ularning rasmiyat bejirishi bakli tas bo'lib, faqat biror Xitoyni o'ziga sherik qilsa, ondan rasmiyat bejira oladi ekan. Uyg'urlar ochgan oshxonaga sherik bo'lgan Xitoylar asosan hech ish qilmaydi ekan. Oy oxirida foydasini oladi ekan. Oshxonalarda ishlaydiganlarning millat tarkibiga cheklimi bor bo'lib, ishlaydiganlarning hammasi Uyg'ur bo'lsa, vaqtliq turish kinishkisi olg'ili bo'lmaydi ekan. Şunu ishlaydiganlar Xitoy, Uyg'ur va qozoqlardan tarkib tepishi lozim ekan. Lagerdagi Uyg'urlar tajriba bo'yimi qilinmoqda. 2021-yili 6-oyning 4-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Urumchidagi lagerda necha oylab yetib chiqqan bir Uyg'ur ayol ba'zi ishlarga shohid bo'lgan bo'lib, lagerda yetish jarayonida bir qancha yerga yo'tkalgan. Kichik kamerda 35 odam turadigan bo'lib, ular doktor, shoir, korxonachi va boy o'tgan kishilardan tarkib topgan ekan. Lagerdagi Uyg'urlar kunda degudek o'xshash savollar bilan takror so'roq qilinadi ekan. Tayoq va qiyin qistoqqa ilinadi ekan, hamda bosqinchilikqa uchraydi ekan. Ularga kunda dori ishkizilib, okul silinadi ekan. Ularning salomatlik ahvoli xotirlanib mangadi ekan. Qon va sho'lgaylari ilinadi ekan. Lagerda yetib chiqqan Uyg'urlar o'zlarining qandaqdir tajriba o'rnida ishlatilayotganligiga ishonadi ekan va lagerdagilardan ilingan qon avrishkilarining vaksina okullarga qo'shilib, lager sirtidagi Uyg'urlarga urilayotganligini biladi ekan. Lagerdagilardan ilingan qonning lager sirtidagi Uyg'urlarga vaksina bahonasi bilan silinayotganligi haqidagi uchurlar burunmi tarqalgan bo'lsa-mu, buning qandaq ish ekanligi hozirgacha ma'lum emas. Asiya Afrika o'qituvchilari Parijda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Anni xabarlar to'rining 5-iyundagi xabariga qaraganda, shanba kuni Parijda Xitoy Kommunistik partiyasining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan bo'lib, Asiya va Afrika qit'asidagi 14 davlat tunji qatim bir bayroq ostiga jam bo'lib, Xitoy hukumatining bostirishiga qarshilik bildirgan. Namoyishchilar g'arb davlatlaridan Xitoy Kommunistik partiyasi sodir qilayotgan kishilik huquq dafsanchiligiga ko'ngil bilishni va Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022 yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilishni talab qilgan. Bu qatimliq namoyishga Hong Kong, Shizang, Sharqiy Turkiston, Tayvan, Kamerun, Berma va Balujistondan kelgan ko'p davlat va rayon xalqi qatnashgan bo'lib, namoyishchilar Xitoy ishg'oliyati va zamin tajovuzchilik qarshi shiorlarni to'g'lagan. yili Xitoy Olimpik tanharakat musobaqasi Xitoyga kishilik huquq masalasida besim ishlatishning fursati. Reuters agentligining 5-iyundagi xabarida deyilishicha, Kanada bosh ministri Justin Trudeau juma kuni 2022 yili Xitoyda o'tkaziladigan qishliq Olimpik tanharakat musobaqasi har qaysi davlatlarni kishilik huquq masalasida Xitoyga besim ishlatish uchun fursat bilan ta'minlaydi deb ko'rsatgan. Trudeau yana Xitoyning faqat birlashma kuchga duch kelgandila, ondan harakatni o'zgartirganligini tilga olgan bo'lib, kelar hafta o'tkaziladigan 7 davlat boshliqlar yig'inida bu masalani o'tirib qo'ydi ekan. Trudeauning bildirishicha, Xitoyga nisbatan Amerikani o'z ichiga olgan
har qandaq bir davlatni rad qilish oson bo'lsa-mu, ammo dunyo jamoati birlashgan taqdirda Xitoyga haqiqiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Xitoy Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilikni asta ravishda elib berishni planladi. Tashqi siyosat gazetining 8-iyundagi xabariga qaraganda, 1-oydan boshlab Amerika va bir qism g'arbdagi 4 davlat parlamentlari orqa-orqadan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'lon qilgan bo'lib, ularning bu qarori Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yildagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga asosan chiqarilgan. Adrian Zeniz o'zining yaqinda nashrdan chiqadigan dokladida Xitoy akademiklari va amaldorlarining e'lon qilgan bayonot va dokladlarga asosan atrofliq va qoyil qilarliq yangi isbotlarni o'tirib qo'ygan. Xabarda ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkistondagi Tarim universiteti chegara tarixi va geografiya institutining mudiri Liao Jiaoyu rayondagi atalmish terrorlik masalasining Sharqiy Turkistonning janubidagi Uyg'ur nopisining markazlashishiga bevosita munosabat ekanligini o'tirib qo'ygan bo'lib, boshqa Xitoy tadqiqotchilari Sharqiy Turkistondagi terrorlik masalasini hal qilishning asosiy nopis masalasini hal qilish deb qaragan. Yaponiya va Avstraliya Xitoyga bo'lgan andishisini ifodaladi. Reuters agentligining 9-iyundagi xabariga qaraganda, Yaponiya bilan Avstraliya chorshanba kuni Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligidan qattiq andisha qildiganligini ifodalagan bo'lib, Xitoy hukumati buni yomon g'araz bilan qarchaplash deb ayblagan. Yaqinda bir qism g'arb davlatlarining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tekshirishga bo'lgan chaqirig'i bag'ansiri kuchaygan bo'lib, Yaponiya bilan Avstraliya ikki davlatning davlat mudofaa va tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini va boshqa xalqaro mustaqil kuzatuvchilarni Sharqiy Turkistonni to'solg'usiz ziyorat qilishga ruxsat qilishga chaqirgan. Ministrlar yana Xitoyning yaqinqi harakatlarining Hong Kongning demokratiyasini ojizlashtirayotganligini tilga olgan bo'lib, Sharqiy Xitoy dengizi bilan Tayvan bo'g'zining tinchligini va muqimligini talab qilgan. Ular yana navbatgi Burma krizisidan qattiq andisha qildiganligini bildirgan. Uyg'ur soti 24 nafar guvohchining guvohligini angladi. Qahrton Qishtorining 9-iyundagi maqolasida ko'rsatilishicha, bu hafta Angliya poytaxti Londonda 4 kunga so'zilgan Uyg'ur sotida isbot anglash yig'ini o'tkazilgan bo'lib, guvohchilar Xitoy Kommunist partiyasining razil siyosatlari ostidagi Kenguru soti, lükchak soqchilar, sotsiz o'lim jazosi, vahshiyona qiyin-qistoq, jinsiy zo'ravonlik qatorliq kechirmishlarni tasvirlab bergan. Bu sud mahkamasi Sharqiy Turkiston rayonidagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni jazmlashtirish uchun ta'sis qilingan bo'lib, sud kollegiyasi qasdlab o'ltirish, qasddan homiylik tushirib etish, keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak, 100 minglagan bolalarni daril tomoq solash qatorliq birinchi qo'l materiallarni anglab chiqqan. Sud jarayonida 24 nafar guvohchi naq maydonda guvohlik bergan bo'lib, buningdan sirt 14 mutaxassis guvohlik berishga qatnashgan. Sud kollegiyasi sud echilishidan bir hafta burun Xitoyning ayblashiga uchragan bo'lib, sud davomida Xitoy hukumati qaytadan sud boshlig'i Jafari apandiga ahonat qilgan. Uyg'urlarda o'g'illiqlar qatlamining yo'qotilishi. Tarixdan xabari bor kishilarga shu ma'lumki, o'g'illiqlar va sarxillarni yo'qotish irqiy qirg'inchilikning eng muhim halqasi va eng burunqi muqaddimasidir. Tajovuzchi va ishg'olchi bo'lgan razil millatning tajovuzga uchrab, o'z zaminida qulluqqa zo'rlangan bir millatga qartilgan irqiy qirg'inchilik bo'lsa, butun insoniyatga qarshi kechirilmas jinoyatdir. Xitoyning Uyg'ur xalqiga bo'lib mo'g'ulliq shaxslarga qaratgan razil niyati nihoyatda aniq. Shunga Uyg'urlarning g'olliq shaxslari va sarxillarining hammasiga tegudak umumyuzlik ziyonkashlik qildi. Hozirgi Xitoy fashistlari burunqi Germaniya fashistlarining g'olliq va sarxillarni oldi bilan yo'qotish ideyasiga varislik qilyotdi.
o'z vaqtida natsist Germaniyasi Yahudi cho'ng qirg'inchiligida oldi bilan Yahudilarning eng muhim ziyolilarining hammasini o'ltirgan edi. Xitoy eng oldi bilan bundaq nadir insonlarni yo'qotibsa, bu millatning qayta bosh ko'tarib chiqishi uchun oz deganda 50-60 yil vaqt ketadiganligi, hatto qayta asliga kelolmaydiganligini obdan bilgachka, vosita tanlamasdan Uyg'ur xalqining g'olliq kishilarini butunlay yo'q qilishga hadab kuchmoqda. Xulos qilganda, bugungi Xitoy fashistlari Uyg'urlarning g'olliq kishilari va sarxillarni yo'qotish orqali bu millatning hayotiy kuchini va milliy kelajagini eng yuqori chekda zaiflashtirishga, hatto Uyg'urlarning ona vatanidagi milliy mavjudligini to'liq va uzil-kesil yo'qotishga urinayotdi. Yevropalik bir faylasuf bir millatni yo'q qilish uchun oilasini parchalash, ma'rifni vayron qilish, jamiyatni yo'qotish, sarxillarni tozalash, tarixini tamoman o'zgartirib tashlash kerak degan bo'lsa, italiyalik mashhur tarixchi siyosiyon Niccolo Machiavelli istilo qilgan zaminni qo'lda mahkam tutib turish uchun o'z puhralarini turkumlab ko'chirish orqali istilo qilingan xalqning noposidan oshirish kerak. Agar uningga ko'nmasa, istilo qilingan xalqni tamoman qirib tashlash kerak degan. Butun insoniyatning o'rtaq dushmani bo'lgan Xitoy fashistlari 100 yillar burunqi imperialistik yovuzliklarni to'liqi bilan bizga to'liq tatbiqlab chiqdi. 7-iyun dushanba kuni BBC taratqusi Xitoy hokimiyati Tarim vodisidagi Uyg'urlarning nüfusini 20 yil ichida yana 5 million ozlatib, Xitoylarning nüfusini ko'paytiryotdi nomli xabarni e'lon qilib, butun dunyoda qo'zg'ol qo'zg'adi. Shu kunlar Reuters agentligi bu xabarning tafsiloti haqida mundaq uchurlarni berdi. BBC'ning xabar qilishiga asoslanganda, Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotirasi fondi jamiyatining Germaniyalik tadqiqotchisi Adrian Sens yaqinda ishlagan tadqiqot natijasiga qaraganda, Xitoy janubdagi Uyg'urlarning nüfusini g'oyat zo'r darajada tuvallatmoqchi bo'lgan. Bu tadqiqotlarga asoslanganda, Xitoy Uyg'ur nüfusini 2,600,000 dan 4,500,000gacha azaytmoqchi bo'lgan. 2040-yilga borganda janubdagi Uyg'urlarning nüfusi taxminan 8,600,000 dan 10,500,000gacha bo'lib, bu Xitoy hukumatı faraz qilgan 13,100,000 atrofidagi nüfusdan xeyli az. Adrian Zenisning tadqiqotiga asoslanganda, Xitoy 2019-yildan boshlab tug'ut yeshidagi 80% Uyg'ur ayollarga majburiy tug'ut cheklash dorisi, uzuk silish, hatto paliyotqini operatsiya qilib elitish qatorliq qabiy vositalar bilan nüfusni azaytishni planlagan. Xitoyning o'zining sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 2017-yildan 2019-yilgacha Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning nüfusi 48,7% tuvalligan. Adrian Zenisning mo'lchiricha 2040-yilgacha Xitoy janubda Xitoy nüfusini burunqi 8% dan 40%ga chiqarmoqchi bo'lgan. Mana bular Machiavellining yuqorqi zaharxanda, radikal va qo'rqinchli safsatisining Uyg'urlardagi qo'rqinchli va fojialik ochiq amaliy ifodasi. Xitoy bilan g'arbliklarning tafakkurining tubki farqidan shuni bilib olish lozimki, Xitoylar bir odamni yolg'iz o'ylamaydi yoki o'ylay olmaydi. Uni cho'qim bir orqa ko'rinishi ichiga qo'yib turib o'ylaydi. Texmi ilgirlab aytsak, yakki shaxsning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Uning qimmati uning sirtidagi orqa ko'rinish, oila, jaddi jamat, yurt va kasb qatorliqlar orqali belgilanadi va tiklanadi. Shunisi hayron qolarlik emaski, Xitoylar qadimdan buyon farzandi jinoyat o'tkazsa, otasini va hatto yurt jamoatni qo'shib jazolagan birdan-bir yovuz va past millatdir. Chunki bu jazolang'uchini yakki shaxs deb qaramasdan, uni bir kollektiv shaxs, bir jamoatning a'zosi deb qarashdak angsizligining mahsulidir. Mana mushu angsizlikda jaddi jamoatni qirib etish, ashu gunohga va jinoyatga
o'rtaq mas'ul bo'lishi kerak bo'ladigan kollektivning biroqli yo'qotilishidir. Buningga texmi ishkirlab qarasak, faqat kollektivni jazolagandala, ondan shaxsni jazolaganlik bo'ladiganlikdek g'alati mantiqiga erishimiz. Chunki shaxsning shaxsiyati uningga ayrim bo'lmasdan, balki bir ramka ichiga o'rinlashgan, tarqalgan, chechib etilgan bo'ladi. Shunga ramkini pachaqlamay turib, uningga o'rinlashib olgan shaxsni vayron qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy hukmronlari tarixdan beri qayta tilga elib kelgan ming'i xato tutilsinki, birnimi to'rdan qochirib qo'yishga bo'lmaydi degan shafqatsiz chaqiriqning ma'nosi shuki, agar 1000 odam bir ramkaga tava bo'ladi ekan, uni xuddi bir odamni yo'qotgandek yo'qotqili bo'ladi. Uning ustiga bir odamni tutish uchun u so'qinib kirib olgan deb qariladigan ma'lum ramkadagi barliq odamni vayron qilishni tamamen aqlig'ili bo'ladi. Chunki bu yerda jazolandigini mohiyatda yakki shaxs emas, balki kollektivdir. Xitoyning razilligini texicha anqira olmagan bir qism chala savatlar biz Allohga asi bo'lganlikdan mushu kunga qoldik deb jo'ylasa, o'zini ziyoli chaqlaydigan ba'zi zamonaviy joyillar biz andaq illatlik, mandaq pas, iflos xalq bo'lg'achqa, örf odatimiz xurafiy bo'lg'achqa, qaloq dinga e'tiqod qilib olg'achqa, mushu kunga qoldik deb biljirlab, beshimizga kelayotgan balo qazolarning manbasini hili pok yaratquchiga, hili o'zini o'stirib qo'ygan va tuz bergan millatdagi do'ngap qo'ydi. Balkim ular bu orqali o'zlarining navbatdagi mas'uliyatlarini va majburiyatlarini ustulik bilan Allohga yoki ma'sum chorasiz xalqiga ishtirib qo'yish orqali g'oyat zo'r mas'uliyat va javobgarlikdan o'zini qochirmoqchi bo'lsa kerak. Navoda biz qo'limizdan keladigan barcha imkonlarni ishga solib, Xitoyni inson qalbidan chiqqan insoniyatga qarshi jinoyatlardan to'xtatmasak, bexudligimiz va g'ofilligimizning badalini yanala vatandagi Uyg'urlarning g'olliq va nupuzliq mo'tabarlari jonlari bilan o'taydi. Ularni nodonligimiz va kojligimizning qurbonligi qilib etmayli, qov dushmanga bayram qilib bermayli deydiganmiz. Undaqda muajiratdagi istidod egalari va qobiliyatlilarni farosat bilan bayqab, yetakchilar va yo'l boshchilarni to'g'ri tanlab, ularning bir tutash ko'rsatmalari va yo'l yo'riqlari ostida butun kuchimiz bilan vatandagi barcha balo qazolarga tubdan xotima beradigan önümlük choralarni tepib chiqishimiz kerak. Bizda bundaq zo'r fojialarning ichki sababi hamon tashqi sababning ta'siridan bo'lib keldi. Shunga ichimizga qarta ziyoda mehrlik va kang qo'rsaqlik, dushmanga qarta qahrlik va shafqatsiz pozitsiya tutgandilar. Ondan hozirgi kuchli millatlardek qaddimizni tik tutib yashag'ili bo'ladi. Hozirgi dunyoda hech kim bo'zak bo'ladigan va xorliqni qabul qiladigan xalqni masitmaydi va hurmatlamaydi. Aql va bilim bilan o'zimizni kuchaytirish va Xitoy tarixdan beri yo'qotish nishoni qilayotgan g'olliqlar qatlamini yetishtirish bizni yo'qotilishdan saqlab qoladi. Erik yo'lidagi qismatlar 7-qism. Lavuldab ko'yayotgan qaynamliq Suriyaga kirish. Adiljon va hamrohlari 2014-yili 9-oyda Turkiyaga salomat kelib olgandan keyin shu yerdagi yurtdoshlari va taratqulardan ona vatanida shu yili yozdan beri yuz bergan voqea hodisalar, ansiz va qo'rqinchli qattiq vaziyat haqidagi turli shum xabarlarni anglaydi. Bo'libmi shu yili 12 noyabrdagi ajdodlari qurgan ikki jumhuriyatni yod elish faoliyatida bir qism uzun quloq Uyg'urlar bilan tanishib qoladi. Keyingi 2 haftada u maxsus yarkanliklar va oqsuliqlardan shu yili 28-iyul Yarkanda yuz bergan cho'ng qirg'inchilik natijasida Elishqudagi 3 kanit aholisining yer yuzidan g'oyib bo'lishi va Uchturpan va Oyko'ldagi davlat terrorligi haqida yurakni ezdigan paketlik shum xabarlarni anglaydi.
2014 martdan sentabrgacha jon qayg'usida yurgan Odiljonga o'tgan 7 oydagi bu ichinishlik musibat xabarlari qattiq ta'sir qiladi. Eng yomon bo'lgani shu yil noyabrning oxirlari uningga oilasi va ota-onasi haqidagi fojiali xabarlar keladi. Aslida teni xili ojizlab ketgan Odiljon bardoshlik berolmay yetib qoladi. Gerçi o shuncha mag'dursiz bo'lsa-mu, biroq to'xtamay intiqom olaman, hisob olaman degan gapni uda takrorlab, zodila to'xtamaydi. Tangtushlari uning ochiq yutib tugishib ketmasligi uchun har tarafga qatirab, uchur egallab, oxiri Anatoliya agentligi 2014-yili 1-dekabr tarqatgan bir alayda xabarni 12 noyabr Odiljonga yetkazdi. Bu xabarni anglagan Odiljonning salomatligi har holda kun seri yaxshilanib, tadrijiy asliga kelishga boshlaydi. Undaqda hayoti qil ustida qolgan Nimjon yigitning o'rnidan qo'pishiga turtki bo'lgan bu xabar qanday xabar edi? Bu xabarning qisqacha mazmuni tövendikidek edi. Suriyada Bashar Asadning askarlari bilan urush qilayotgan Uyg'urlar atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi turmush shart-sharoitining Suriyadanmi bek qiyin va nafas olg'usiz darajada ekanligini aytdi. Xitoyning g'arbiy shimolidagi atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi turlik yuqori besimlarga chidamay Suriyaga ko'chib kelgan bir guruh Uyg'ur Suriyadagi o'qituvchilar bilan birlikda Asad hokimiyatiga qarshi urushga qatnashmoqda. Atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida Xitoyning ijtimoiy va siyosiy besimlarga qarshi kurash qilib kelgan Turkiston Islom partiyasiga mansub guruhlarning Suriyadagi mas'uli İbrahim Mansur Suriyada qattiq jang davom qilayotgan bo'lsa-mu, o'zlarining ahvollarining Xitoy hokimiyati ostidagi vatanidagi ahvolidan yanada yaxshi ekanligini aytdi. U bizga mundaq dedi: "Barliq o'qituvchilar bilan hamkorlashyapmiz. Xitoylar tarafidan shahid qilingan Zaydin Yusuf tarafidan 1988-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasining 1997-yili Afg'onistonga iltijo qilganligini anglatgan İbrahim Mansur Al-Qoida bilan qat'iy aloqasining yo'qligini takror ta'kidladi. 2012-yildan boshlab qurolliq a'zolarini Afg'onistondan Suriyaga avatishga boshlaganligini, boshdan oxiri Asad hokimiyatiga qarshi o'qituvchi guruhlar bilan hamkorlik ichida harakat qilayotganligini, ular bilan birlikda Daeshga qarshi keskin kurash qilayotganligini ifodaladi. U Xitoyning bu yerdagi Uyg'urlarni Daeshga bog'lab, so'z cho'chak tarqitishi, o'zining insoniyatga qarshi jinoyatlarini terrorlikqa qarshi turish markasi bilan niqoblashga urinib, dunyoviy jamoat fikrini o'ziga ijobiy qaraydigan holatga keltirishdan boshqa narsa emas deydi. Suriyada urush qilayotgan boshqa o'qituvchi guruhlar bilan har qanday bir ziddiyati yo'qligini aytgan İbrahim Mansur turklar haqida yana munolarni aytdi. Türk xalqi 600 yil musulmonlarga yetakchilik qildi va ega chiqdi. Turkiyadagi turk qarindoshlarimizdan Suriyadagi yoki Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarga aktiv yordam qilishlarini umid qilamiz. Bizning ikkinchi vatanimiz Turkiyadagi turk qarindoshlarimiz bilan dinimiz, tilimiz, qinimiz bir. Shunga turk xalqining Sharqiy Turkistonlik qarindoshlari bilan qizg'in hamkorlashishini orzu qilamiz. Necha o'nlagan oila bilan Suriyaga ko'chib kelganligini aytgan Turkiston Islom partiyasi Suriya mas'uli İbrahim Mansur o'qituvchilarning kontrolligi ostidagi rayonlarda erkin Suriya armiyasi va Islomiy front bilan moslashish ichida, ammo yanada mustaqil holda harakat qilayotganligini aytdi. Sharqiy Turkistondagi shart-sharoitning bu yerdagidan texmi nachar ekanligini aytgan İbrahim Mansur yana munolarni bildirdi. Hech kim tug'ilib cho'ng bo'lgan yurtini tashlab, urush ichidagi xatarlik bir yerga ko'chib kelishni aslo xohlamaydi. Ammo Sharqiy Turkistondagi turmushning shart-sharoiti urush qizib ketayotgan bu yerlardan texmi qiyin va vahimalik. O'z vatanimizda o'z ona tilimiz bilan so'zlashish qattiq prinsiplar bilan belgilangan. Masjidlarga xohlagancha ketolmaymiz. Qizlarimizni minglarcha kilometr uzoqqa opirib mecburi ishlashga zo'rlaydi. Ko'z qarashlarini ifodalagan dana ziyolilarimiz, siyosiy erboblarimiz turmalarga solinadi. Mushundaq chidg'usiz ahvolda
biz bu yerdagi qarindoshlarımizga hamdam bo'lish va erkin yashash uchun Suriyaga ko'chib keldik. Biz Asad hokimiyati bilan urush qilyapmiz. Bu deganlik Asad bilan urush qilish bir vaqtda Asadning qo'llig'isi Xitoy bilan urush qilganlik bo'ladi. Çaresizlik ve amalsızlıktan içinden tügüşüp ketişke yüzlengen Adilcan'a bu xabar başqacha təsəlli ve medet boludu. Şunundan keyinki 3 ayda onun salametlik ahvali künseri yaxşılanışqa qarab mağıdı. Dostlarımı onunğa medet boluduğan ve ruhi uzuq boluduğan xoş xabarlarni her taraftan toplap ve təminlep durdu. Muş tariqida 2015 yılı 3. ayga kelgende Adilcan o'rnidan turib ketdi. Keyingi 5 ayda u o'zi bir qo'lliq ahvol egilib, oilasi, yashangan ota-onasi, nahaq ezilayotgan yurtdoshlari uchun hisob so'rash va intiqom elish tuyg'usini to'liq qondirib, vijdonini rohat qiladigan yo'ldan birini tanlash uchun jiddiy izlanishga boshlaydi. Ayni chog'da Istanbulda yoshlarning vatan va xalqiga bo'lgan qizg'in hissiyoti ve mas'uliyet duygusudan paydalanıp turup, ularni odam atkazchilar bilan birlashib Suriyaga yo'lga silayotgan har xil salohiyati noma'lum kishilar ko'payib qolgan edi. Ularning ko'z qarashlarimi har xil edi. Shunga Adiljan sagaklik bilan uchur to'plab, ular ichidagi eng samimiy va millatiga haqiqiy ko'yindiganlarning sepiga qo'shilish uchun fursat kutdi. Chunki ayni chog'da Turkiyada kelib chiqishi sirliq, mablag' manbasi aniq bo'lmagan odam savdogarlari ko'payib ketgan edi. Adiljan shu chog'dagi ishlarni eslab etib mundaq deydi. Biz Turkiyaga kelgan hamon ba'zi notunish kishilar har tarafdan gapdonlik qilib, turli usullar bilan bizni Iroqdagi o'zini xalifa deb olgan Bag'dodiga bay'at qilib, shu orqali har ikki dunyolik baxt saodatga erishishga qiziqtirdi. Bularning gap so'zlari ayni chog'da vatanda avj olgan hijrat tashviq tabliğlari bilan o'xshib ketadi. Mening eng hayron qolganim Turkiyadagi NATOning a'zosi, shundaqla Iroqdagi Daeshning eng og'ir ziyonkashligiga uchirgan demokratik bir davlatda bularning oshkora holda odam savdosi qila olishi bo'ldi. Ularga buncha yurak na'din keldi? Yana texi ular har turli choralar bilan Arab ellerideki Uyghur dini o'quvchilarni qiziqtirib, Iroq va Suriya urush maydonlariga berishga qoyil qila olsa, bir odam uchun $1000 tapan haqqi olgandan sirt, shu yerga berish istiki borlardan choy pulig'imi erishib turdi ekan. Men har holda bu yerda cho'ng bir o'yinning o'ynalayotganligini, tunji bo'lim vatanimizda, ikkinchi bo'limi Turkiyada o'ynalayotgandek his qildim. Shunga dastlabda bularning turli qiziqtirishlarga ancha parvo qilib ketmadim. To'lim afsus. Uzun o'tmayla Xitoyning yashangan ota-onam va qarindoshlarimga qilgan zo'rliqlari, ayolimga bergan 20 yillik qamoq jazosi mening biroqli portlashimga sabab bo'ldi. Shundaqdimi, o'rnimdan turgandan keyin Suriyaga odam soladigan kishilarning 5 xil tipdagi kishilar ekanligini aran anqirib chiqdim. Bular ichidagi tizgini bevosita Xitoy istixboroti qo'lida bo'lgan salohiyati gumonli kishilardan jiroq turdim. O'zi ixlosman musulmon, biroq osh qarisallilik kelib chiqishi sirliq bo'lgan osh kishini xalifa deb qarab, uning bay'at qilishni kuchab tashviq qilayotgan, biroq o'zi janggohga yaqinmi yo'lamay, balki boshqalarni chiroyli yo'lga sep qo'ydigan ikki yuzlimichlardanmi jiroq turdim. Mushu turishliq davlatning bexatarlik ehtiyoji uchun xizmat qiladiganlarga chiroyli o'zir aytib, siliq rad qildim. Yana bir turdagi nuqul pul tepish uchunla o'z qarindoshlarining hayoti badliga kelgan harom pullarga dum tushgan qarniyatlardan qattiq nafratlandim. Oxirida xalqaroliq o'yinlarni ochiq tajribalar va qurbonliklar orqali anqirib chiqib, boshqalar uchun o'lib berishdan bakrak hozir bor bo'lgan zapas kuchni, barliq imkoniyat va choralarni qo'llanib bo'lsa-mu saqlab qilib, kutgan fursat kelganda ashaddiy dushmanimiz Xitoyni qon qustirishga qasamiyat qilgan yigitlarga taqdirimni topshirdim. Dastlabda ulardanmi gumonlanib, necha qitim sinab baqdim. Qarasam, shular va'dasida rostchilar ekan.
Ularda yuqorqi 4 turdagi kishi jirginadigan va ehtiyot qiladigan qiliqlar yo'q edi. Eng muhimi, ular boshqalarni o'lim yo'liga uzitib qo'yib, o'zlari kayb sapa surib yuradigan nomardlardan emas edi. 3 oydak takrar sinash orqali oxiri ko'nglim tindi. Ularning meni yaxshi taniydigan bir necha g'olliq odamlari bilan billa chegaradan o'tishga ma'qul bo'ldim. Adiljon bir necha tangtushlari bilan Suriyaga menish tayyorligini qilayotganida Rais Jumhur Erdo'g'onning 2015-yili 7-iyul Xitoyga ziyoratga bordiganligini anglab, bu ziyoratdan biror ijobiy natija ko'rilib qolishi mumkin deb qarab Suriyaga menish vaqtini kechiktirdi. Biroq Erdo'g'onning u qitimliq ziyorati asosliqi iqtisod va harbiy sohadagi hamkorlikni kuchaytirish ekanligini anqirib, qo'lga qurol elib Xitoydan hisob so'rashdan boshqa hech bir ishdan umid kutgili bo'lmaydiganligini his qildi. U va hamrohlari safar uchun jiddiy tayyorlik qilayotgan nozik bir paytda tuyuqsizla Turkiyani zilzilaga solgan bir terrorlik voqeasi yuz berib, vaziyat birdilla jiddiylashib ketdi. Ya'ni Turkiya 2015-yili 20-iyul kuni Roziyetning orqadilla intayin cho'ng bir terrorlik hujumiga duch kelgan. Suriya chegarasidagi Suruch nahiyasida yuz bergan odam bomba hujumida 31 nafar yosh hayotidan ayrilgan. 100 ga yaqin kishi yarador bo'lgan. Necha kundan keyin bu voqeani Daeshning sodir qilganligi fosh bo'lgan. Shu kundan e'tiboran Turkiya mu Daeshga qarshi tadbir choralarini kuchaytirib, havo armiyasini ishga solib, chegarasiga yaqin joylarga o'rinlashib olgan Daesh unsurlarini bombardimon qilishni boshlagan. Adiljonning aslab berishicha, Xitoy hukumatı Turkiyaning Shanli-Urfa viloyatining Suruch nahiyasida maydonga kelgan odam bomba hujumini fursat bilib, Türk doiralariga Daeshchi Uyg'urlarning Suriyadan Turkiyaga o'tib, Turkiyadagi Xitoy shirkatlari, o'rinlari va xizmat qilayotganlarga hujum qiladiganliklari to'g'risida ma'lumotga erishganliklarini ilgari surib xat avatgan. Adiljonning ilgari surishicha, Uyg'urlarga qilingan har turli zulmlar va besimlar tufayli Turkiyada Xitoyga qarshi paydo bo'lgan kuchli noroziliklarni besiqtirish, shundaqla Türk xalqining Uyg'urlarga bo'lgan kuchli yeztashligiga buzg'unchilik qilish uchun har fursatdan foydalanib kelayotgan Xitoy hukumatı Suruchda 32 odamning o'limiga sabab bo'lgan odam bomba hujumini mu fursat bilgan. Hatto Turkiyadagi Xitoy elchixonasi Turkiya soqchi boshqarmasiga xat yozib, Daeshchi Uyg'urlarga qarshi tadbirlarni kuchaytirishni talab qilgan. Xatda mundaq deyilgan: Daeshga ketilgan Suriyadagi bir qism Uyg'urlar Turkiyadagi Xitoy elchixonasi bilan xodimlarga terrorlik hujumi qo'zg'ashni planlayotganliklari, shunlashqa Turkiyadagi Xitoy fuqarolari, elchixonasi, konsulxonalari, shirkatlarga o'xshash o'rinlarni ularning terrorlik hujumlaridan qo'g'dilishi maqsad qilingan asosda bu vaqtdagi ma'lumotlarga ahamiyat berilishi va kuchli tadbirlarning elinishi keraklik degandek yolg'onchiliklar va ushuqliqlarga to'lgan bir parcha xat avatgan. Adiljon sagaklik bilan Turkiyadan darhol chiqib ketishni qaror qilgan. Chunki uning hech bir salohiyat kinishkisi yo'q bo'lib, Xitoyning mazkur xetidan u o'zidek Uyg'urlarning biror falokatga yo'liqib kelishini xohlamaydi. Boshqa qochoq yo'llar bilan kelgan yoshlarmi davolg'ib turgan jiddiy vaziyatda aramxida jon saqlig'i bo'ladigan bexatar joyda bir mezgil panohlanib turishni afzal ko'rgan. Ularning bunda qarorga kelishiga yolg'izla Surushdagi terrorlik hujumi va Xitoyning o't quyruqligi sabab bo'lgan emas. Balki shu yili 7-iyundagi saylamda Oq partiyaning mag'lub bo'lib, Sharqiy Janubdagi Kürt qurolliqlari va Daesh unsurlari hadab ma'lumotchilik chiqarayotgan nozik paytlar edi. Bundaq chaqlarda davlat ichida cho'ng tozalash yuz berishi, barcha falokat yanala Adiljonlarga o'xshash salohiyatsiz kishilarga kelishi aniq edi. Shunga ular tezroq chegaradan o'tib ketishni qaror qilgan. Adiljonlarni Suriya ishiga akirib qo'yib chiqadigan kishilar 2015-yili 28-iyul Suriya chegarasiga borganda
hamma yerning biroqla chingib ketganligini ko'rib, yana bir mezgil fursat kutmoqchi bo'ladi. Ularning ta'liyiga 2015-yili 30-sentabr Rossiya Suriyada o'z oldiga harbiy harakat boshlab, avom xalq va o'qituvchilarga zarba berishni boshlaydi. Oqibat Suriya tarafdan Turkiyaga oqqan saldak musofirlarning soni texmi oshidi. Turkiya chegarasi qaytadan zo'r krizisga duch keladi. Bu jarayonda jinini elib qochib kelgan musofirlarga osh, non va pul pichak elib kelgan saxovatchi jamiyatlar qatorida kelgan qochoq yo'l egilari odiljonlarni shu chog'dagi jiddiy malmonchiliklardan foydalanib, yuk mashinasi shofirlari bilan birga Suriya chegarasiga salomat akirib qo'ydi. Nimali degan bilan shu chog'dagi Suriya chegarasini Asad qismlari emas, balki Turkiyaning aktiv qo'llashi ostidagi erkin Suriya armiyasi saqlayotdi. Shunashqa bu qitimqi chegaradan o'tish burunqidek qiyin bo'lmagan. Ondan u yerda ularni kutib turgan bir turkum Toyota mashinalik va partizanlarcha harbiy formalik kishilar ularni Uyg'urlar maxsus o'rinlashgan joyga elib ketdi. Adiljon Suriyadagi Uyg'urlarga nisbatan umumlashib ketgan bir qism xatoliklarni alayda tilga elib mundoq deydi. Biz Malayziyadagi chig'imizda bizdek bir qism Uyg'urlarning Turkiya orqali Suriyaga berib, islom davlati, ya'ni Daeshga qatnashayotganligi haqida uchurlar tarqalgan edi. Ularning soni haqida o'xshash bo'lmagan uchurlar mavjud edi. Xitoy bu haqdagi tashviqotlarda Xitoyning janubidagi o'lkalar va u yerdan Tayland, Malayziya qatorliq davlatlarga qochib chiqayotgan Uyg'urlarning hammasining oxirgi nishoni Suriyaga berib jihad qilish deb ko'rsatib keldi. Biroq bu tubdan xato. Chunki Amerikadagi Yangi Amerika fondi jamiyati mazkur Daeshga dunyoning har qaysi joylaridan kelib qatnashayotgan kishilarning alohidaliklari muloyiza qilingan bir dokument e'lon qilib, mazkur tashkilotga qatnashgan Uyg'urning umumiy sonining orolli 114 nafar ekanligi, bu Uyg'urlarning Xitoy hukumatining besimidan qutulib, o'zlariga chiqish yo'li izlab kelgan kishilar ekanligini, ularning ilgari xalqaro jihodchilik bilan aloqasi bo'lib boqmaganligini aniq bildirgan. To'limi afsus. Men qaytib chiqqandan keyin butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarning ko'pinchisi Xitoy taraf tarqatgan ig'volar bilan birdek holda Suriyadagi Uyg'urlarning hammani Daeshga qatnashgan deb xato o'ylaydi ekan. Shunga bu xato tushunchini vaqtida oydinlashtirish kerak. Gerçi Xitoy bizni terrorlik qalpiqi bilan qarlashga urinsimi, biroq o'zimizni unda qarlamasligimiz kerak. Professor Sean Roberts efendi chig'ida terrorlik atalg'usi bilan bexatarlik masalasini farqli bo'lgan tushunchalar deb qaraydi. U kishi bularning hozirgi Xitoyda har qachon aralash va qo'shbislik qo'llanayotganligini ta'kidlagan. Terrorlikning hozirgi xalqaro o'lchami bo'yicha qaraganda vatanimizdagi haqqoniy qarshilik harakatlarini terrorlik harakati deb baholash to'limi kulkilik. Shundaqla chek bosmaydigan yakun. Gerçi menga o'xshash ma'lum sondagi Uyg'urlarning hali ham Suriyada jang qilayotganligi hamma odam biladigan paket bo'lsa-mu, biroq ularning o'zini qo'g'dash va dushmaniga qarshi harbiy ta'lim-tarbiya elish maqsad qilingan yo'lliq harakatini, terrorlik mahoratlarini mashq qilish degandan ko'ra, doimlik jang harakatlariga aralashib qolganlik deyish biroz to'g'riroq. Mening qarashimcha, navoda Suriyadagi ash Uyg'urlar rostilla vataniga qaytib kelib, Xitoy bilan urush qilishga muvaffaq bo'la olsa, u holda jangchilarimizni terrorchilar deyish yoki erkinlik jangchilari deb atash tabiiy yo'sinda har qaysi siyosiy guruhlarning o'z g'oyasi asosidagi siyosiy savollar bo'lib qoladi. Har kim o'zi xohlaganini deydi. Eng muhimi bizning rostilla terrorchi atilib qolganlar bilan bir safda bo'lib qolmasligimizdir. Undan boshqa Adiljon Suriyadagi Daeshga qatnashgan Uyg'urlarning haqiqiy soni haqidagi eng to'g'ri dokumentni naql qilib shunday deydi. Amerika Yangi Amerika tadqiqot markazi 2016-yili 20-iyul kuni e'lon qilgan dokumentida 2013 va 2014-yillar orasida Islom davlati tashkilotiga qatnashgan 4000 nafar jihodchi orasida Xitoydan kelgan 114 nafar Uyg'urning borligi tilga ilingan va bu Uyg'urlarni mazkur tashkilotga qatnashgan boshqa jihodchilardan farqlantirib turadigan omillar muloyiza qilingan. Mazkur organning tadqiqotchisi Rosenblatt dokumentida bu 114 nafar Uyg'urning kelib chiqishi, sayohat tarixi, ma'rif saviyasi, shug'ullangan kasbi, ularning qeri cho'ra,
balavoqlardan tarkib topgan bir oila kishilari bo'lishi, asosan o'lik o'choqliq bo'lishiga o'xshash shaxsiy uchurlarni analiz qilish orqali bu Uyg'urlarning hech qanday bir jihad ta'limoti elib boqmaganligini, ularning Xitoy hukumatining besimidan qutulib o'zlariga yangi bir yurt izlab kelganligini bildirgan. Bu doklad e'lon qilingandan keyin xalqarodagi axborotlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Washington pochtasi gazeti, Wall Street Journali, Maliya vaqti gazeti, Tashqi siyosat jurnali qatorliq nurg'un muhim axborotlar bu dokladga o'rin bergan. Washington pochtasi gazeti bu vaqtdagi xabariga Xitoydan kelib islom davlatiga qatnashganlarning tipik ahvoli boshqalardan farqli. Buningda Beijing hukumatining mas'uliyati bo'lishi mumkin deb mavzu qo'ygan. Maqolada yuqoridagi tadqiqot organining islom davlati tashkiloti qarmog'idagi Uyg'urlarning boshqa xalqaro jihatchilardan farqli alohidliklarga asosan ularning bu yerlarga nuqul bir oidlik va tuqqanlik tuyg'usi izlab kelganligini bildirgan. Yaponiyada chiqadigan yapon tilidagi haftalik xabarlar jurnalimi 2016-yili 9-avgustdagi sonida jurnalist Bisani Allen Ibrahimyanning Uyg'urlarga doir Xitoydan qochib islom davlati tashkilotiga qatnashish nomli maqolasini e'lon qilgan. Maqolada oldi bilan Suriyadagi islom davlati tashkilotiga qatnashayotgan chet elliklarning soni to'g'risida to'xtalgan bo'lib, uningda hozir Suriyadagi islom davlati tashkilotida jami 4000 nafar chet ellik bor. Buning ichida Xitoydan kelgan Uyg'urlar 114 nafar deyilgan. Eng g'alati bo'lgani shuki, oradan 7 oy o'tmayla 2017-yili 11 mart İsrailiya istixboroti Suriyadagi Daeshga tava jang qilayotgan jihatchi Uyg'urlar 10 mingdan oshidi deb jo'yilganligini bildik. Shunashqa hayajonlanib ketmasdan sezgur masalalarga inchga va to'g'ri muomala qilishimiz kerak. Birlashma agentlikning ziyoratini qabul qilgan Alijon o'zining siyosiy sezgusiga tayinib turib mundaq deydi. Ko'pincha kishilar Suriyadagi Uyg'urlar haqida gap chiqsalar, ularni Daeshga qatnashgan deb xato o'ylab oladi. Amaliyotda Daeshga qatnashgan Uyg'urlarning bor yo'qi 200 ga yetmaydi. Balkim hozir ularning ko'p qismi o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlarning eng asosli turkumlari Erkin Suriya armiya apparatiga qarashliq normal o'qituvchi guruhlarga tarqalgan. Suriyadagi Asadga qarshi guruhlarning tashabbuskorlik huquqi 2015-yili 30-sentabr Rossiya o'qituvchilarga hujum qilishga boshlagandan beri ojizlashishga boshladi. 2017-yili 1-martga kelganda Uyg'ur zuvan Daeshlarning Xitoyda Changjang daryosidagi qon oqqizish tahdidi 2-martdagi Kazab Xitoyning timsohning ko'z yesh qilib bechor bo'lib olishi, Xi Jinpingning 10-martdagi 5800 kilometrlik Sadichin sepili qurish chaqiriqi, 11-martdagi Isroiliya istixborot tarafining birdilla 10 ming Uyg'ur jihatchi Suriyada urush qilmoqda degan xabari. Orqadilla hapla-shapla saxta ovozga qo'yilib, shu hamon shaklga ma'qullangan asabiylikka va terrorlikqa qarshi turish qonuni 2017-yili 1-apreldan buyon vatanimizda davom qilayotgan qizil qiyomat ta hozirgacha davom qilmoqda. Ozroq aqli bor kishilar bu ishlarni tartib bo'yicha tahlil qilib baqsa, asonli bizning dushmanlar tarafidan foydalanib ketayotgan ichinishlik ahvolimizni ro'shanlashtirib berdi. Bu sirlarning javobi texchi o'tirg'i chiqqani yo'q. Chunki biz atrofimizda bo'layotgan ishlar va o'ynalayotgan o'yinlardan bexabar holda o'z ichimizda put tepishib natijani o'tkazib o'tdik. Xitoyning Daeshga qatnashgan oz sondagi Uyg'urlarni bahona qilib, vatandagi xalqimizga ziyonkashlik qilishi natijasida o'sha oz sondagi Uyg'ur yoshlarimi kayni-kaynidan Daeshdan yuz o'rib, boshqa normal o'qituvchi guruhlarga qo'shildi. Ba'zilari yanada Daeshda qolib qoldi. Hozir ular Rossiya va Suriya qismlarining bombardimonlarida allaburun hayotidan ayrildi. Biroq Xitoy texcha mush yolg'on bahona bilan xalqimizga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Undaqda Odiljon va hamrohlari Suriyada nimalarni ko'rdi? Qandoq sarguzashtlarni, qo'rqinchli va vahimalarni, ishlarni beshidan kechirdi? Ko'zlagan maqsadlarga yeta oladimi? Rossiyaning Asadni qo'llab urushga kirishi, Erkin Suriya armiyasi tarkibida urush qilayotgan Uyg'urlarga qandoq ziyonlarni elib keldi? Ularning talabati qanchalik og'ir bo'ldi?
Ularning ichidagi go'r og'zidan qutulib tirik qaytib chiqqanlar bormi? Ularning qaytib chiqqandan keyingi taqdiri qandoq bo'ldi? Bularga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli keyingi sonlarda bo'lsin.